Assalomu alaykum. Bugungi videomizda shu to'rikli overlockni pet litrlarini aligrovka qilishni o'rganamiz. Liniyaga moslashtirish, pet litr almashtirish, shunaqa narsalar bo'yicha video bo'ladi. Overlock mashinalarida endi aynan bu mashinani oldim, hozir sizlarga ko'rsatib berish uchun. Sababi bu mashinani protsessori, mana shu protsessor kuygan. Bu mashina Sunzitek firmasi, bir o'nni yo'q firmalardan. Lekin ichki tuzilishi hamma mashina bir xil bo'lganligi uchun mashina bugun menga tuzatib berishga olib kelishgan. Mashina o'zi yangi holatda buzilganda, yangi holatda kuyib qolgan kompyuteri. Buni sabablarini topib qo'yganman. Nima sababdan kuygan, nima bo'lgan bu narsa. Buni keyin tushuntirib beraman. Asosiysi hozirlarga chok tashlab tikishi, ip uzishi, pet litrlarni almashtirish, yo bo'lmasam sozlash shu haqida bo'ladi. E'tibor beringlar. Sizlar overlocklar ham xudo xolasa mana shunaqa holatda bo'ladi. Boltidan bir vositalar bo'ladi. Plastinkasi bunaqa ketma-ket joylashgan mana. Yonma-yon joylashgan degani. Shunaqa joylashgan bo'lsa, siz mashinangiz bilan bir xil, ichki tuzilishlari ham bir xil bo'ladi. Xo'p, endi buni boshlaymiz. Tuzatganimdan keyin mana hozir nimalarini pet litrlarni tashqariga chiqaraman. Qayerdan sozlashlik bo'yicha video qilaman. Bu video ham ko'p cho'zilishi mumkin. E'tibor berib ko'rsanglar, mashinangizni o'zingiz sozlab olsangiz bo'ladi. Ko'pchilik 2 ninaga bering yoki 1 ninaga qanaqa bo'ladi deydi. U oddiy ishlar hammasi. Asosiysi tagida mana shu monopet litrini, ikkala pet litr bir-biriga sozlash, bularni ninaga sozlash haqida bo'ladi bu darslik. Birinchi o'rinda shu plastinkasini ochamiz. Bu mashina ertalabda ish boshlagan vaqtida kuygan. Tepkini bitta tepganda to'q baland kelish holati bo'lgan. Shundan protsessor umuman yonmaydi. Mana bu protsessor umuman yonmay qolgan. Ichida perahdanitli bo'ladi, bilsanglar, agar ustalar bo'lsa oramizda shu narsasi kuygan buni. Instagramda aytgandek mana shu joylarga yoqib qo'yinglar birinchi o'rinda bularni ochishdan oldin. Endi sizda bunaqa yangi turdagi bo'lmasa ham, oldingi modellardan bo'lsa ham, baribir mana shunaqa nomi boshqacha bo'lishi mumkin. Xolos mashinada asosiysi mashinaga joyi bir xil bo'lsa, ichki tuzilishi bir xil bo'ladi. Ancha chaynab turib mashina. Tozalab olib, keyin videoni davom etkazaman. Keyin tozalashda ham bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana shu joyda bitta o'zini xuddi axlatga o'xshab kichkina narsasi bor, bilsanglar. Mana shu tarafda chiqadi. Mana shu temirdan chiqqan. Olib ko'rsataman ekan. Mana qaranglar. Mana shu temirdan chiqqan o'zini maxsus machalkasi bor. Shu narsani ko'pchilik ovorar ekan. Bilmagan odam ovorish holati kuzatilar ekan. Bu umuman noto'g'ri ish. Agar shuni olib qo'ysanglar, mana shu axlatga o'xshab turibdi. Mana shu narsa mana temirdan chiqqan. Mana bunday chiqyapti. Buni olib bu tarafdagi yog' qo'yishni foydasi yo'q. Bu tarafga yog' qo'yishi mana shu yerdan o'tadi bu. Hozir mana. Mana shu axlatni olmanglar. O'zini maxsus machalkasi bor. Tishlarni ham chiqarib ko'rsataman hozir. Mana mashinani tozalab oldik. Tishini chiqarib qo'ydim. Tishini sizlar chiqarishingiz shart emas. Sababi ko'rinish uchun tushuntirib beryapman. Lekin tishini ham qanday sozlashlik kerak bo'lsa, buni ham video oxirida ko'rsatib beraman. Iltimos sizlardan, agar meni videomni ko'rayotgan bo'lsanglar, shu YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yishni iltimos qilaman. Sababi YouTube'da mana shunaqa batafsil videolarni juda ko'pchilik ko'rmay qolar ekan. Instagramdagi juda ko'pchilik so'rayotganlar mana shu joyga o'tsa, bemalol o'zining mashinasini o'zi aligrovka qilib ola oladi. Xudo xolasa. Meni rozichiligim uchun shunchaki YouTube'ga obuna bo'linglar, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Endi boshlaymiz. Xo'p. Birinchi o'rindagi ishimiz tekshirish bo'lsin. Mana bunda ham tekshirishma boshlanadi. Bu endi yangi mashina, hamma joyi aligrovkasi to'shni chiqqan. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu ham xush bir xilda o'tyapti mana. Hech qanaqa nima bir xilda birga bir teshiga to'g'ri kelib o'tyapti. Endi sizlarga bu narsani polniy chiqarib ko'rsatib berishim kerak. Videoni boshlagandan keyin polniy bo'shatish kerak. Buning uchun bizga pichoq xalaqit beryapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Shu pichoq masalasida ham biroz tushuncha berib o'tay. Pichoqni almashtirmoqchi bo'lsangiz, yangi pichoqqa e'tibor bering mana. Almashtirmoqchi bo'lganingizda bu joyga tegmaysiz. Bu joyga agar tegadigan bo'lsangiz, chokingizni eniga enli yoki ensiz qilish uchun bu yerga tegasiz. Boshqa mahal bunga tegish shart emas. Pichoqni shunchaki almashtirish uchun bu joyni bo'shatasiz. Mana hamma overlockda bor mana shunaqa joyi o'zi maxsus. Mana shu pastda pichoqni o'ng tomonga surib turadigan narsasi bor o'zi maxsus. Shuni bo'shatilgandan keyin qarab turinglar mana. Bu pichoq komplekt tagi bilan bu yerga suriladi mana. Ko'rdinglarmi? Bosim berib suriladi. Shu narsani chapga surib olamiz. Chapga surgandan keyin qatiramiz joyiga. Endi pastki pichoqni chiqarsak bo'ladi. Bu tarafidan bo'shatadigan narsasi bor o'zi. Eshigini ochgandagina ko'rinadi sizlarga bu joy. Shuni bo'shatamiz. Mana shunaqa qattiq bo'ladigan bo'lsa, kulich ishlatinglar, 7 kulich kerak bo'ladi bu joyga. Mana bizda 7 kulichimiz bor. 7 kulich to'shni tushadi. Qiynalmasdan bo'shatib olasizlar. Endi pichoq o'zi tushib ketishi ham mumkin. Biz chiqarib olishimiz mana bo'shadi xullas, biz o'zimiz chiqardik. Buni pichog'i hali uncha ishlanmagan, deyarli yangi holatda turib ekan. Tepa pichoqni ham chiqaraman. Mana shu joydan chiqarib, enlilashtirmoqchi bo'lsangiz, buni surib turib, bu yerni bo'shatib qo'ysangiz, o'zi pichoq enlilashadi. Ensizlashtirmoqchi bo'lsangiz, bu joydan boshlaysiz mana. Shunaqa o'zining yirovkasi bor. Chokka eniga yirik, kichkina qilsa bo'ladi. Buni ham chiqarib turamiz ko'rinish uchun. Bu ham chiqdi. Endi yaqqol ko'rindi, mana sizlarga oson ko'rsataman.
Bu bir nina. Ninaga e'tibor beringlar. Yangi nina qo'yinglar aslan yana tushuntirib ketish boshida esdan chiqibdi. Yangi nina qo'yib olinglar. Chok tashlashi nina qiyshalgandan bo'ladi asosiysi. Yangi nina qo'ysangiz ham chok tashlaydigan bo'lsa, sozlash kerak. Ninamiz tashqi tarafda ekan, choki enliroq tikadi. Agar ichki tarafga oladigan bo'lsak, o'sha 3 ip holatda tikyapti. Bu mashina 3 ip holatda choki ensiz chiqadi. Bu tarafga qo'ysa. Mana. Bu tarafga qo'ysak, ensiz chok tikadi. Sizlarga ikkita ninaga qo'yib turib ligirovka qilib beraymi? O'zi foyda nimasi bir xil, asosiy vazifasi bir xil. Bitta qo'ysa ham, ikkita qo'ysa ham vazifasi bir xil. Ikkita qo'yib bera olay hozir. Men ninasini qo'yyapman. Ikki nina qilishni o'rgating deydi ko'pchilik. Ikki nina qilishni nimasi bor ekan? Qiyin joyi bor ekan. Ikkinchi ninani solasiz, ikkinchi ninagacha ip o'tkazasiz. Bo'ldi, tamom. Ninani o'ngtesi bor, buni tushuntirmoqman. Mana qaranglar. Uzun ariqchalik tarafi o'zingizlarga qarab turadi. Oxirigacha, ninani oxirigacha ariqchalik tarafi tushgan. Sekin aylantirsanglar mana. Bu tarafida ariqchalik tarafi mana shu yerda to'xtab, kemti joy boshlanyapti. Bu orqaga qarab turadi. O'ngtesi shu yerdan bilib olasizlar mana. Shunday solasizlar. Solayotganda imkon qadar oxirigacha surib solinglar. 1 mm yo 2 mm pastroqqa qatirib qo'yadigan bo'lsanglar bu narsani, mashinangiz tikmaydi yoki chok tashlab tikadi yoki umuman tikmaydi yo nina sindiradi. Shunga e'tibor berasizlar. Mana oxirigacha surib solyapmiz. O'zi Averlo'da bitta nina pastroqda, bittasi balandroqda turadi. Bu ip olish qonunida shunaqa bo'lgan o'zi. Mana. To'g'ri qatirib olamiz endi. Ikki nina qildik. Ligirovka qilish bo'yicha qaranglar. Mana shu joydan chiqqanda 1/2 sm. Ninadan, birinchi ninadan 1/2 sm bu chiqadi. Endi bu ham o'zgarib ketishi mumkin. Qachon o'zgaradi? Biz faqat mana nina pastga tushyapti. Tepaga chiqish vaqtida ligirovka qilamiz. Bu narsasi ham oshiq ekan, bu ham xalaqit beryapti. Bu narsani ham tushuntirib o'tib ketay. Bu ninani zashta qiladigan narsa. Ninaga yaqin bo'lmaydi. Juda yaqin bo'lib ketsa nina sindiradi. Bu ligirovka bo'ladi mana shu joydan. Bu qiyin emas. Shunday bo'shatamiz. Mana o'ngga chapga mana o'zi ligirovka bilan borib kelib. Ko'ryapsizlarmi? Orqa oldiga ligirovka bo'ladi. Buni chiqarib qo'yamiz. Bu ham sizlarga ko'rinish uchun. Hop, mana. Yana ham aniq ko'rindi. Mana shu holatda o'tayotgan bo'lsa, qaranglar, eng to'g'ri ligirovka shu bo'ladi. Ko'rinyaptimi? Orqasida bo'lsa, orqa oldiga ligirovka qilish bo'yicha 8 ключ kerak bo'ladi sizlarga. Qaranglar. 8 ключ hamma taraflama. Mana. 8 ключimiz mana shu joyda o'zini maxsus. Mana. 8 ключ tushadigan yeri bor. Mana shu joydan xod ligirovka bo'ladi. Pastki petlitarni ninaga to'g'rilab ligirovka qilganingizdan keyin buni bo'shatamiz. Mana. Bu joy bo'shatiladi. Hozir bu ham shart emas. Birinchi o'rinda pastga ligirovka qilishni o'rganaylik. Mana shu joyi tepaga ko'taramiz, bo'shatiladi. Qattiq bo'lishi mumkin. Kuchman tepaga, faqat tepaga bo'shatib olamiz. Buni oddiy ключlar mana bu tarafdan bo'shata olmaysiz. Faqat shunaqa taraf kerak bo'ladi. Zarur. Ikkinchi ключ. Endi ketdim. Xod ligirovka o'zgaradi. Mana. Mana shu yerdan jildi. Buni baribir bu joyda tushuntirib olish vaqtim qiyinda. Buni yaqqol qo'limga olib, mana shu narsani ninani qo'limga olib tushuntirib bermasam hozir umuman ko'rmay qolasizlar. Hop. Petlitar almashtirmoqchi bo'lsangiz mana shu yerdan chiqarib almashtirasiz. Bo'shadi mana. Chiqdi. Bu bo'shadi. Mana petlitar. Shuni ninaga to'g'rilab hozirlarga tashqarida ko'rsatib bermasam va tushunish juda qiyin tabi. Anaqasida ko'rib olish qiyin, tushunish oson, ko'rish qiyin. Yana endi nina sindirishlarining yana bitta sababi, mana shu joyda ninani o'zini saqlagich zashitasi yana bitta bor mana. Shu narsani ko'ryapsizlarmi? Bu chiqib ketmadi. Bu 6 ключ tushadi bu rasvo joyiga. 6 eng mayda ключ tushadigan joy mashad. Bu narsaga yana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana shuni chiqarib olmaydi bo'laman. Shu o'zining maxsus narsasi bu. Mana ko'ryapsizlarmi? Qani hamma narsa. 6 ключ tushyapti. Shu narsa ko'rganinglarda mana ninaga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, bo'shab juda ko'p tikish natijasida bu bo'shaydi-da. Ninaga to'g'ri kelib qolsa mana nina sindiradigan bo'lib qoladi. Buni mana shu joydan qatirib qo'yishinglar kerak. Orqa-orqa surib qatiriladi bu narsa. Bunday suriladi ozgina bo'shatgandan keyin. Bunga 6 ключ topib bo'shatasizlar buni. Ko'p ishlatish natijasida o'zi aslida shu narsa ham kerak emas narsa. Agar ko'p bo'shab ketadigan bo'lsa, bitta bo'shatib turib mana shu yerdan olib tashlasanglar ham bo'lardi shu narsani. Endi petlitarga qaytaylik. Petlitarimiz qani mana petlitar shu yerda bo'lsa, yangi ninamiz bor. Qaranglar mana. Nina tushyapti. Mashina ichida deb tasavvur qilinglar, nina tushyapti. Petlitar buni olyapti. Nina chiqib ketayotgan paytda petlitar ip olyapti.
Ko'ryapsizlarmi? Ha. Mana shu holatda ip oladi. Teshiklar bir-biriga to'g'ri kelsa, vobshem to'g'ri ligirovka bo'lgan bo'ladi. Mana shu sirni sizlarga hech kim gapirmaydi. 2000% garantiya beraman, shu sirni agar birontasi gapirsa, to'g'risi vobshem gapirmaydi shu sirni. O'ngga chapga ligirovka bo'lishi shu holatda bo'ladi. Endi petlitre orqa oldiga ligirovka bo'lishi, ninani aylantiramiz endi, qaranglar mana. Bu ham aylandi. Ip olish holati sizlarga shunday ko'rinadi. Ichkarida buni ko'rsatib bera olmasdim hozir sizlarga. E'tibor beringlar yaxshilab. Birga bir o'tish kerak mana. Mana shu holatda. Kamera ham atkaz qilmasa bo'ldi. Tegar tegmas birga bir o'tish kerak. Birga bir o'tsa bo'ldi. Birga bir deganda nima degani? Tegar tegmas degani mana shu yerda. Ko'rinmaydi, oraliq masofa qolmaydi mana shu yerda. Mana shu joydan o'tadi. Shu holatda ligirovka qilsangiz, umuman chok tashlamaydi ketadi mashinangiz, umuman. Mana shunday ligirovka qilasiz. Ichkarida. Ko'rindi? Siri, asosiy siri shu, boshqa siri yo'q bu narsada. Mana. Endi buni qayta joylaymiz. Qayta joylashdan oldin bitta narsani ko'rsatishim kerak. Yo'q. Ikkinchi petlitrcha deyishlar mumkin. Ikkinchi petlitrni ham chiqaraylik. Videoda, shu video orqali sizlarga ichkarida turgan holatda ko'rsatib bera olmasdim buni hozir. Aniq ko'rmaysizlar, nimasi, ko'rish darajasi pasayib ketadi ichkarida. Zo'r telefon bo'lganimdan baribir tushuntirib bera olmayman. Shuning uchun shu petlitrlarni tashqariga chiqarib tushuntiryapman. Mana. Eng osoni shu narsani ninaga sozlaganinglardan keyin, buni sozlab qo'ysanglar bo'ldi. Shunga qarab bu harakat qiladi. Buni qonuni shunaqa. Endi bu bo'lsa, buni ko'ryapsizlar, mana petlitre orqasidagi teshik. Mana shu kemti joy ko'ryapsizlar, mana to'ntoq kemti joy bor. Bekarga emas. Shu narsa mana shu joydan o'tadi. Buni ipini bu narsa olish kerak. Mana ligirovka qilayotganinglarda aniq ko'rasizlar buni, ko'z bilan ligirovka qilish vaqtida aniq ko'rinadi. Mana shunday o'tib ketsa bo'ldi. Ko'ryapsizlar, mana shu joyda o'tkazinglar. Mana. Hech qayerga tegmaydi. Chok tashlamaydi, petlitre zo'r tikadi. Mana shunday o'tkazasizlar. Xuddi shunday turadi past mana shunday. Xuddi shu holatda turadi. Ichkarida. Mana shunday o'tkazsanglar orqadan mana. Bo'ldi. Endi bularni qatiramiz joyiga. Buni ko'pchilik tikib ko'rsatib berib boshqa narsa qilib, mana bu bo'lyapti, buni qatiring, uni qatiring. To'g'ri, bu narsalar ham ana narsa, lekin men aytayotgan mana bu hot ligirovkani hozir tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Mashinangiz buzilsa aniq tushunasiz bu narsani. Qayerga ligirovka qilishni yoki usta chaqirib yanada tursangiz bu narsaga tushunasiz, aniq tushunasiz. Shuni hisobga olinglar. Shunchaki bitta mashinani ichini ochib ko'rsatib beryapti demanglar. Bu hot ligirovka degan narsa, agar buni o'rganib olgan odam bitta sexga ishga kirib, oylik olib ishlasa bo'ladi, 100% bo'ladi. O'shuning uchun o'zingiz mashinangizda sinab ko'ring bu narsani. Qiyin narsa emas, shunchaki chiqargan narsangizni joyiga sekin qatirib o'rganasiz. Endi buni joylashtiramiz. Mana bu ham oddiy tushadi. Hamma narsani nomiga qatirib turamiz boshlanishida. Ligirovka qilishimiz kerak endi biz ichkarida. Bo'ldi, bu ham qattiq. Bu narsani ham qatirib turamiz ichkaridan. Mana shu narsani tushuntirib ketaymi? Mana bo'sh holatda ikkita qo'linglar bilan ligirovka qilishda oldiga tortish kerak bo'lsa, masofasi uzoq bo'lgan bo'lsa, ikkita qo'linglar bilan mana shu holatda tortib olib kelasizlar. Bu keladi bu yoqqa. Surishda bo'lsa, ozgina surasizlar. Mana o'chinglar suriladi. Shu holatda ligirovka bo'ladi. Ustalar ham shuni ligirovka qiladi, boshqacha yo'li yo'q buni. Sirli joylari. Ozroq qatirib turamiz, ko'ppas. Pastroq tushirib endi yangi petlitre shimni almashtirishingiz kerak. Mana shu joydan almashtirasiz xolos. Bu joyi bo'shatmaysiz, almashtirish kerak bo'lsa. Shunchaki buni bu ham qadri turishi mumkin deyishinglar mumkin va o'zini pastda qadaladigan joyi bor buni. Hech qanaqa tushunarsiz narsa emas. Mana chiqaramiz. Pastroqqa, teparoqqa tushib ketadigan narsa emas bu. Bolt to'g'ri keladi o'zi. Mana bolt tushdi. Tiq etib o'zi tagida temir bor, to'xtab qoladi. Shu joyga tushib to'xtaydi. Bolt bo'lsa mana shu yerga qatadi. Mana o'zini bolt ichkariga tushdi. Birinchi qilishlarda bu ishni birinchi ochib chiqarishlarda boltlar tushib ketadi qo'linglardan, boshqa yoqqa ketadi. Shunaqa holatlarga qiynalmasdan magnitli atvetga qilib olsanglar oson bo'ladi. Qo'lingizga o'ng kelmaydi ochib chiqarish. Narsa qiyinga o'xshab tuyuladi. Muhimi qo'rqmasdan ochish kerak, qo'rqmasdan shu ishni qilish kerak. Buni ligirovka esa mana shunday turadi bolt. Ko'ryaptimi? Mana shu holatda qatirib qo'yasizlar. Buning o'z ligirovkasi yo'q. Ipni, bu yerdan kelayotgan ipni shunchaki osonroq olish uchun shunaqa narsa qo'yib qo'yishgan. Bo'ldi. Keyin ko'p qatiramiz hozir, shart emas. Endi bo'shatamiz. Bo'shaldi. Biz buni
o'zimizga tortib olib kelib olamiz. Endi yana ozroq qatiramiz. Qimirlamaydigan holatda turib bersa bo'ldi. Endi ko'ryapsizlar, mana ikkita petlikda bir-biridan urushadigan holatda turibdi. Sindirib yuborishi mumkin. To'qdan uzib olgan bo'lsanglar yaxshi, sizlar ham agar bunday pastga tushganda. Endi buni biroz teparoqqa olib chiqamiz. Katta petliklarimiz bu katta bo'lsa, bu kichik. Shuni orqasiga olib o'tib turamiz. Mana bir-biridan urushmasligi uchun. Endi urushmayapti, shunchaki endi bo'lsa pastga ligirovka qilib olamiz. Pastga ligirovka qilsanglar bo'ldi o'zi, tepa shart emas janglar. Tepani buni orqasiga to'g'rilab qo'ysa bo'ldi o'zi shunday. Endi bo'shatamiz. Bo'shatganimizdan keyin shu kulish yordamida ham mana shunday tortiladi mana. Ko'rinyaptimi sizlarga yo'qmi? Hop. Yaqinlashtiraman. Mana shu narsa tortiladi kulish yordamida. Orqa oldiga borib kelyapti. Shuni oldiroqqa ninaga tekkizib olamiz birinchi. Tekkizibroq o'tadigan bo'lsak. Yana ozgina. Ozgina qatirib ligirovka qilasizlar mana bo'sh holatida. Nisbatan suryapti, ozgina tegyapti. Ligirovkamiz biroz noto'g'ri. Mashinani qulog'ini doim o'ng qo'lingizda ushlagan holatda ligirovka qilsangiz oson bo'ladi. Buni ozgina qatirdik xolos, u ninani teshigi nimani petliklar teshigi to'g'ri kelmayapti, mana ko'ryapsizlar. Nina qolib ketyapti pastroqda. Mana shu holatda mana petliklarni mahkam ushlab oldim. Mashinani qulog'ini sekin aylantiryapman. O'zi qo'limdan tushdi mana. Endi nima oldi? Juda to'shni mana. Orqa oldiga ninaga biroz tegyapti. Mana endi sizlar ko'rinmayapti mana. Ninaga biroz tegib qolyapti. Bunda nima qilamiz? Mana endi shu atvetka yordamida mana ozgina uraman. Sal ursangiz mana orqaga ketadi bu narsa. Surildi o'zi. Bo'ldi. Juda aniq ligirovka bo'ldi shu. Endi esidan chiqmasa, yaxshi ligirovka qo'ygan bo'lsanglar, mahkam qilib qatirib oling buni. Agar tikib olsangiz 25 ming, 50 mingga ikkita nima olasiz? Petliklar olasiz, sinib ketadi bir-biriga urushib. Endi ikkinchi petliklar. Ikkinchi petliklar eng osoni. Buni bu yoqqa qilib 1 sm bu yoqqa o'tkazish hech qanaqa 1-2 sm qilish shart emas. Shunchaki mana shuni orqasiga, tashqarida ko'rsatib bergan joyimni orqasiga boshingizni bu yoqdan qilsangiz, mana bu yerdan ko'rinadi bu narsa. Shu tomondan qarab turib, buni oldiroqqa chiqarib qo'yaman ekan. Orqasiga to'g'ri kelmayapti ekan. Eng sodda usul shu-da. Teshigi to'g'rilang 1/2 sm yoqqa o'tkazing deyilmaydi. Eng oson usuli shu. Katta petliklarda to'nta joyi bor orqasida, shuni orqasiga to'g'rilab qo'yasiz, bo'ldi. Qonunan qilib aytib beradigan bo'lsa ham baribir ashakka to'g'ri kelsa keyin bo'ladi. Men to'g'rilab oldim o'sha yerga, bo'ldi. Choch tashamasdan tikadi 100%. Hamma avianom shunday ligirovka qilinadi, hamma usta ham. Santimetrga to'g'rilamaydi. Chunki santimetr o'sha yerda chiqadi o'zi. Chiqdimi? Mana santimetr ham chiqadi. Hozir metr qo'ysam mana shu yerga chiqadi. Bo'ldi. Hech qayerga tegib qolayotgani yo'q. Bu mashina tezroq protsessorga kelsa, bizga protsessor qo'yib berishimiz kerak. Tikib ham ko'rsatib berasizmi? Zo'r. Mana shu holatda ligirovka qilasiz. Endi pichoqlarini, hamma narsasini joy-joyiga solib qo'yishim kerak. Shuncha aytyapman-da, shuncha mehnatga hech bo'lmasa podpischik bosib qo'yinglar. Instagramda juda ko'p rahmat, hammaga ko'p qo'l deydi. Buni qatirib olamiz endi. Bu ham shu ninaga yaqinroq turish kerak degan narsani ko'rsatib o'tib ketayim. Bizda yangi nina bor, tashqarida ko'rasizlar, oson ko'rinadi. Xullas, nina tushayotganda masofasi mana shuncha bo'lsa bo'ldi. 0.3 mm atrofida agar taxminiy aytadigan bo'lsam. Mana shu yerda tursin bo'ldi. Agar bu bunday yopishib qolayotgan bo'lsa, nina sindirayotgan bo'ladi mashinangiz. Shunga e'tibor bering. Bo'ldi, mana shunchacha turadi. Ko'rinyapti? 0.3 mm atrofida tursa, nina sindirmaydi. Nina sinishini ham oldini oladi. Bu qayriladi nina. Qalin mato tikkanda nina qayrilib ketib chiqayotganda qayriladigan bo'lsa, shu to'g'rilab berib turadi. Mana shunday usha bo'ladi pastga tushishda. Shu yerga ligirovka qilasiz. Mana bo'ldi. Yuka hali cho'ziluvchan yuka materialda mashina narsa cho'k tashlayapti deysizlar-ku. Shu narsa mana mana shu petliklardan bo'ladi-da. Shu petliklarni ninaning orqasiga deyarli tekizib o'tkazib qo'ysangiz, tegar emas qilib o'tkazib qo'ysangiz, har qanaqa cho'ziladigan material tika oladi. Mana endi mashinaning tishini qo'yishim kerak. Tishini qo'yishimdan oldin ko'rsatib o'tib ketay, ligirovka qayerda bo'lishini qarab turinglar. Mana shu mashinaning tishida e'tibor beringlar. Cho'qqi qismi bo'ladi mana bu. Uchli turgan qismini ko'ryapsizlarmi? Tepaga uchli turgan qismi bor, pastga qarab uchli turgan qismlari bor. Mana qator kelyapti mana. Yaxshi tushungan odam hozir bir martada nima demoqchi bo'lganimni tushunadi, qarab turinglar.
pastki chuqur tarafini, mana pastki chuqur tarafi ligirovkaga qaratiladigan eng muhim joy. Hamma mashinada raspashvalka, overload, to'g'ri chok, eski turdagi hammasida chayka bo'ladimi, nima mashina bo'lsa ham tishiga e'tibor beringlar. Shu chuqur qismini, mana shu chuqur qismini qatirayotganinglarda mana ligirovkasi shu yerda bo'ladi, qarab turinglar. Mana plastinka bo'lsa, plastinkani yuzini ham teng qilib qo'yasizlar. Plastinkani yuzasi deganda shu tekizligi. Eng baland qismi bo'ladi, mana qaranglar. Eplab ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Mana bo'ldi. Ko'rdinglar-a? Pastki chuqur qismi shu yerda turishi kerak. Endi bu qachon bu yerda turishi kerak deydigan bo'lsanglar, nina eng tepaga chiqqanda, mana nina eng cho'qqi qismiga chiqqanda to'xtatasizlar. Eng cho'qqi qismiga chiqqanda to'xtatasizlar, keyin buni ligirovka qilasizlar. Tishini qatirayotganinglarda yoki bo'shatib o'zi mana shu joyga to'g'ri keladi. Nina eng tepaga chiqqan vaqtida tekshirsanglar, hozir mashinalar qanaqa bo'lishini ko'rib olasizlar. Mana tishlari chuqur qismi plastinkani yuzi bilan teng ketadi. Hamma mashinada. Shu qonunni esdan chiqarmasanglar, maza qilib qolasizlar mashina sutish bo'yicha. Mana nima bo'ldi? Shu holatda turadi. Ko'rdinglar-a? Agar bu tebroqqa chiqib ketsa, materialisti teshib tashlaydi, pastroqqa tushib ketsa, mayda tikadi chokingiz. Qancha yirik qilsangiz ham maydalashib ketaveradi mana. Buni ligirovka qilish vaqti nina eng tepaga chiqqanda bo'ladi. Endi solaman. Tishlarini ozgina qatirib oldim. Endi plastinkasini solamiz bu joyda. Nimaga pichalar birinchi qo'yilmayapti degan bo'lsanglar, plastinka tushgandan keyin pichani o'shanga moslashtirib ligirovka qilib qo'yamiz. Hop. Mana shu yerga plastinkasini qatiryapmiz, tishini keyin sozlaymiz. Tishi sozlash bo'yicha hozir ko'rsatib berdim. Xuddi o'shani sozlasanglar. Mana nina eng tepaga chiqqan joyini topasizlar. Eng tepaga chiqdi. Chiqqandan keyin orqadagi tishimiz mana ko'rinayotgan bo'lsa agar ancha balandda. Oldidagi tish pastda turibdi, pastdan tepaga chiqmayapti. Ozgina atletikada ko'tarsanglar, mana qanday qilyaptimni ko'rsatib ketay. Bu tarafidan atletika solib ko'taryapman. Shu ishda bo'lsa sasini uramiz. Ozgina. Bo'ldi. Qani. Zo'r. Tashqarida ko'rsatib bergan joylarim bir-biriga to'g'ri keldi. Nina nimani? Tishi, chuqur qismi, plastinkani yuzi bilan mana teng bo'ldi. Oldi nina bo'ldi, nimasi bo'ldi? Oldi tishi bo'ldi. Endi orqa tishini nisbatan tushirib qo'yamiz. Bu ham bo'ldi. Bu mashinalar yangi ishlatayotganlar yoki bo'lmasa xullas chevarlar ko'rsa ichi juda murakkab deb o'ylashadi ko'pchilik. Unaqa emas. Mahkam qatirlar, mana shunaqa bo'shatgan narsalarni imkon qadar qattiq qatirib qo'yasizlar. Endi pichoqqa navbat keldi. Tepa pichog'ini birinchi solamiz. Mana. Mana shu joyga shunchaki solamiz. Solib, buni ham qatiramiz. O'zini maxsus relay ariqchasi bor, shu joyga mana bunday tushadi o'zi. Shu joyga tushdi. Uncha ko'p qatirmagan holatda pastki pichog'ini solamiz. Pastki pichoq ham o'zini chiqargan joyimga solaman yana qaytarib. Pastki pichoqni baland pastligida ligirovka bor, tepada ham bor. Tepada chunki men pichog'ini o'zim chiqarib olmadik. Almashtirish bo'yicha shuni aytmoqchiman. Almashtirish bo'yicha mana shuni bo'shatsanglar bo'ldi. Shuni bo'shatasizlar. Tepa pichoq o'zi pastga tushadi. Solayotganda xuddi shuni solasizlar. Mana. Ko'ryapsizlar-a? Bir xil o'tyapti. Shu baland pastlikning ligirovkasi shu xolos. Plastinkaga to'g'rilab qo'yasizlar. O'shuncha birinchi pichoqni qatirib olmadim. Endi buni qatiraman. Mana shu holatda o'shagan holatimda qatiraman. Yonimda kamera turibdi, biroz qiyin bo'lyapti. Oldimda-da bu. Mana. Qatirdik. Buni yaxshilab qatirgandan keyin qaranglar, sizlarga chokki qanaqasi kerak o'zi. 50 chok tikmoqchi bo'lsanglar, bu narsani, mana shu narsani shunchaki bu yoqqa surib qatirsanglar bo'ldi, 50 chok tikadi. Ensiz chok tikmoqchi bo'lsanglar, buni bunday tortasizlar. Chapga tortib qo'yasizlar. Mana. Men hozir eng normalga qo'yib qo'yaman. Mana shu eng normal holatda bo'ladi. Eng normalini sizlar qilsangiz, hozir qanday topdingiz, biz qanday bilamiz deyishingiz ham mumkin ham. Qaranglar. Hamma narsa bir-biriga bog'liq bo'ladi. Mana plastinkani ko'ryapsizlarmi? Plastinkani mana tili bor. Katta til deb qo'ydim. Mana kichkina tili o'rtadagi. Nina tushgandek ko'rinadi mana. O'rtadagi kichkina til bo'lsa, mo tarafi katta til deydi. Shu tilini to'g'rilab qo'yaman mana shu tiliga qaratib mana. Ko'ryapsizlarmi? Tepa pichog'im mana shuni qirman to'g'ri bo'ladi. Shunda standart chokka qaytadi mashina. Shu holatda bo'ladi. Agar mana shu katta tildan o'tkazib oladigan bo'lsanglar, qaranglar mana. E'tibor beringlar, yaxshilab. Mana. Shundan o'tkazib olsanglar, ko'rindimi? Katta tildan o'tkazib olsanglar, mashinani choki
Mana shu mashina choki deb tushunaylik. 50 choki haddan tashqari 50lashib ketish natijasida matoni bunday ichiga o'rab tundalab chiqadi. Shunisiga e'tibor beringlar. Bir nina tikayotgan bo'lsanglar ham mashinasini yarmiga olib kelib qo'yishinglar kerak. Bir nina ish tikadigan odam, masalan, bitta nina tikyapti, ichkari, masalan, ichkari nina bo'lsa, tashqi nina tikayotgan odam pichoqni chap tomonga surib, orasini kichraytirib olishi shart. Bo'lmasam, tikib ko'rsatmasam bo'lmaydi sizlarga. Bo'ldi. Tikib ko'rsatib beraman eplab. Xullas, matoni tikkan materiallarni o'rtasini tundalab tikib qo'yishi, o'rtaga gijimlab qo'yishi pichoqqa bog'liq. Pichoq ming o'tkir bo'lganida, masofasi keng bo'ladigan bo'lsa, o'rtasini gijimlab qo'yadi. Shunga e'tibor beringlar, tamom. Bu hunarni 7-8 yil oldin o'rganganimda yomon qiyin bo'lgan. O'rganib olishim. Usta yo'q. Bu paytlarda juda kam odam bilasiz bu narsani. Sizlarga xudo xolasa oson bo'lyapti. Bilgan odam o'rgatsa, yashirmasdan o'rgatsa o'ziga foyda. Endi mana yangi pichoq solyapsizlar. Buni bo'shatdim, bu yoqqa surildi pichoq. Sizlarga shuni ko'rsatmoqman. Yangi pichoq solyapsizlar, almashtiryapsizlar. Pichoq eng tez almashtiradigan narsa yo'q. E'tibor beringlar, yangi pichoq qo'yganingizda ham kesmay qolishi mumkin. Mana hozir yopishdi, bu yoqqa surildi. Nima sababdan kesmay qoladi deydigan bo'lsanglar, mana shu ichkaridagi purjina, bu yoqdan bu yoqqa surib turayotgan purjina ikkita pichoqni bir-biriga zichlashtirib bermasa, mahkam zich chiqarib bermasa, kesmaydi. Buning uchun biz ham bitta ip kesib ko'ramiz endi. Bir dona ipda sinov orasizlar doim. Ko'rdinglarmi, o'zim tortib oldim, kesdi, bo'lmasam kesmadi. Qirchib qo'yapti, mana kesmayapti. Endi e'tibor beringlar. Pichoq sozlash bo'yicha bitta pinsepda, mana bitta pinsepda bu yoqqa solasizlar, mana shu oralikka. Hammasi mashinada bo'ladi baribir. Shunaqa oraliq pinsepda boshqa narsa qo'lingizga nima kirsa ham, temir kiradimi qo'lingizga, farqi yo'q. Mana shu holatda pichoqni ozgina yana ham kuchliroq bosim beramiz, chunki purjinani o'zini surishi yaramayapti. Endi buni qatiramiz. Mahkam qatirib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi kesib beramiz. Bunda ham kesmaydigan bo'lsa, yana ozroq ko'proq bosim beramiz. O'ta ko'p bosim berib olsangiz, pichoqni kuydirib qo'yishi mumkin. Ko'rdinglarmi? Mana. Ichkariga tushirib bo'ldi, bitta kesib qo'ydi. Bittada kesyapti. Bir dona ip kesgan mashina har qanaqa narsani kesadi. Bo'ldi mana. Sozlandi. Mashinani xodligirovkasini o'rgandinglar bu videoda. 100% agar shu kimgadir shogird tushib o'rgansanglar ham 2000% mashina aytadi, boshqa narsa ayta olmaydi chunki. Xodligirovka qilish bo'yicha boshlang'ich darsini tushundinglar. Endi mashinani ochib, chachib boshqa narsalarini asta-asta kamida 10 mingta odam bo'lgandan keyin chiqarishni boshlayman. Sababi shu videolarimizni imkon qadar ko'proq odam ko'rib, shu darslar o'zini o'rgansa hozir bitta sexga ishga bo'lsa ham bo'lardi. Chunki hozir hamma joyda yangi mashinalar, hali ichlari buzilib ulgurmagan ko'pini. Mazza to'g'rilasa bo'ladi. Axlatlarni tozalab turinglar. Yana nima ma'lumot kerak bo'lsa, Averlo bo'yicha shu mashina 2-3 kun meni oldimda turadi. Sababi bu protsessorni tugatishim kerak. Bunaqa tepki hamma narsasini olib kelib olganman. Bitta suqaman yurgizib ko'rib tugatib berishim kerak. Hammaga rahmat.